Assalomu alaykum do'stlar. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Har doimgidek Islom o'z kanalidasiz. Bugun biz Lava Craft degan o'yinni ham o'ynab ko'rmoqchimiz. Bu o'yinning obzorini bizning kanalda bor. Qani bo'lmasam ketdik. Meni kanalim bu, shaxsiy kanalim, lekin o'yinda ukam o'ynadi. Ukam o'ynaydi. Bitta mehmon olib kelganman uyga olib kelganman, bitta bo'lam kelgan. Shuni ikkalasi bir o'ynab ko'rishadi. Meni mazam yo'q. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz bo'lam bilan birga Lava Craft o'ynaymiz. Bugun zombilarni qon yig'latamiz. Qani so'rashib qo'ychi, Begzod. Assalomu alaykum do'stlar, obunachilar. Zo'rmisizlar? Yaxshimi bu? Hamma joy bo'libdimi? Ana Dilshod bilan men Lava Craft o'ynaymiz. Meni ham kanalim bor, unda ham video chiqaryapmiz. Begzod 2.uz deb yozsalaring shu kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Begzod Zga obuna bo'lib qo'yinglar. Bo'lmasam o'yinni boshladik do'stlar. Bugun biz kuchayishimiz kerak. Короче, bu mashinalar mod, ishonavermanglar. Hozir bu lava yo'q-ku. Xullas, bularda ichida mening ham mashinam bor. Mana meni mashinam. Mana. O'zimga olganman mana. Keyin mana ham bor. Samolyot. Samolyot ham bor. Shuni bugun mana kemam ham bor. Hammasi общий do'stlar, anaga tushuvdi-da. Bir lava qo'yib sinov qilib ko'ramizmi? Mayli do'stlar, bugun mana ikkita oltinli anavi, oltinli. Buni mana 416, M416. Bugun do'stlar bu kartada uy-puy yo'q ekan. O'zimiz qilishimiz kerak. Shuning uchun do'stlar boshqa kartaga kirish uchun biz videoni 10 minutga to'xtatib turamiz. Assalomu alaykum do'stlar.